hurmatli ba'zi bir Uzbekistan Airways styuardessalari diqqatiga. Hurmatli opa-xolalar, внешность bo'lmaganiga yarasha hech bo'lmasa muomalanglar bo'lsin. Bu odamlar hammasi o'ziga yetgudek kazo odamlar, bu standart klassda ketayotganlar ham. Narigi pardani orqasidagi klassda ketsa boshqacha muomala, bu yoqda ketsa boshqacha muomala bo'lmaydi-yu hech bir davrda, hech bir zamonda. Nima bu? Nimasi bu? Men har doim Uzbekistan Airways nima uchun tanlayman? Ovqatlari yaxshi deb, samolyotlari keng deb-de, lekin xodimlar вообще уровенni reytingi orqaga qaratishyapti. Keyin uniforma masalasida ham o'zimning fikrimni bildirmoqchi edim. Bu uniforma lekin juda xizmatkorlarning, ofitsiantlarning uniformasiga o'xshaydi. Standart klassdagi passajirlarga nima ichasiz? Nima yeysiz? Go'shtlimi, tovuqlimi? Yoki choy ichasizmi, kofemi? Stulchangizni tik qilib qo'ya olasizmi? Qo'rs munosabatda, jiddiy, mensimiy munosabatda bo'lishyapti-da. Bir narsaga hayron qolyapmanki, bu tabaqalanish emasmi mabodo? 15 kun oldin biznes klassda uchganimda boshqacha iltifot edi. 15 kundan keyin mana shu standart klassda uçsam boshqacha munosabat. Yo tavba. Bu nima? Oddiy klassda uchayotgan insonlar hammasi bir tenga qimmat insonlarmi? O'zinglar nima deb o'ylaysizlar? Endi qaranglar, mana kechagina Samarqandga Afrosiyo poyezdi orqali Samarqandga xizmatga borib keldim, mana kecha. Bu yerdagi iltifot, madaniyatni ko'rsanglar, etiket. Afrosiyo vokzalidagi qizlarni, yigitlarni muomalasi, madaniyati, o'zini tutishi, etiketi hammasi shu darajada chiroyli, idealki, sizlar o'ylaysizlar o'zinglarni osmonda parvoz qilaman, samolyotdaman deb o'ylab qolasizlar. Yo'q, bu o'zi vokzal. Vokzaldagi muomalani ko'rib havasingiz keladi-da. Men hozir hayron bo'lib qoldimki, nahotki Uzbekistan Airways tabaqalash ishini olib boryapti. Xodimlarga nimani o'rgatishyapti? Nimani dars berishdi? Men bir umr styuardessa bo'lishni har doim orzu qilgan edim. Men hozir mana ko'ryapman-da, styuardessalar na bir ko'rinishi, na bir muomalasi yaxshi. Opoqlar, kampirlar ishlashyapti va umuman qaddi qomati ham standartga javob bermaydigan bo'yi past, pakana qizlar ishlashyapti-da. Shunga yarasha muomala bo'lsin. Xayriyat kelib oldik-ku. O'zi aslini olib qaraganda bizni soha ham va styuardessalarning sohasi ham deyarli o'xshash. Xalq bilan, jamoat bilan ishlanadi. Muomalani chiroyli qilishlari bu ularning vazifalari. Ya'ni ular majbur chiroyli munosabatda bo'lishga va kulib muomala qilishga. Chunki mana kecha Samarqandda to'y xizmatda edim. Uchun jonim og'riyapti, to'g'rimi? Yaqinda operatsiya bo'lganman. Chiroyli muomala qilishga majburman. 2000 talab mehmonlar kelishgan, o'sha to'yga yig'ilgan. Qanchadan qanchasi meni muxlisim, hurmat qilib kelayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki kelin bilan kuyovni hurmatga sazovor bo'lgan mehmonlari, to'g'rimi? Ularga chiroyli muomalada bo'lishga majburmiz. Chunki o'zimiz xohlab keldikmi shu xizmatga? Albatta o'zimiz xohlasak, xohlamasak iltifotli, muomalali, madaniyatli bo'lishga majbur.